30-35 gradusga malxonani tayyorladik почти. Bir ko'rasizlar, bir like bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizlar hamisha Rossiyadan mal boqishda eng arzon tarafini sizlarga ko'rsatamiz. Onday dahshat malxonalarda emas, shu amallab короче. Ot. Ustini yaptık klonka bilan. Bu tomonini yaptık, bu tomonini yaptık. Şur перегородка yapıldı, u перегородка yapıldı. Что shamol eng qattiq uradigan joylar yapıldı почти. Agar buni ham yapsak, bu siyani gazlanib, plus axlati gazlanib o'zina zarar deb eshitdim. Bir bratim aytdi. Sen uni yapma naji. Даже Aryan taraflaridan ana ko'rsanglar, to'liq ne bilan tiqib chiqdik. Pena bilan. Nerede shamol kirsa, ham yerda pena bilan yaptık почти. Hozir ham shamol yo'q emas, bor, lekin onu ham yapadigan bo'lsak, o'zini nesine gazlanib, bular o'pkasi ish topishi mumkin degan gap bor. Yolg'onmi, rostmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Malxonaning ichi chiqdi. Zo'rma. Maşallah. Birov aytdi, bu battar sovuq bo'ladi deb. Lekin bilinmay, lekin bular issiq, hech qaysi bir qaltirab netib yotgani yo'q misol. Bugun ham shamol juda qattiq, shamol zo'rib turibdi. Shunda da lekin orqayim bemalol yotib turibdi. Hozir men buni tillarni bir qator tozalaman yaltiratib, ondan keyin o'tlarni berib chiqib ketaman. Shunday gap. Qanday fikrlar o'zi yozib qoldinglar kommentariyaga. Qaysi narsani biz noto'g'ri qildik? Qaysi narsani biz to'g'ri qildik? Hammadan kutib qolaman komment.